Do'stxonada qiziq voqea duch kelib qoldik. Bolalar bir qoshiq guruchcha necha dona chiqishini sanashayotgan ekan. Alohida. Bu turistda, men turistda. Bu bir qoshiqmi bu yo yarmimi? Yarmi o'sha turistni sanalganim. Bu yarmi, ha? Bu bir qoshiq ikkiga bo'lib solib qo'yishibdi. Nechta bo'ladi? 70 ta 80 ta chiqadi deb o'ylashgan ekan. To'g'risi men ham shunaqa deb o'ylaganda. Afsusdan qarang. Bir qoshiq 500 ta. Bosh bo'lsa birinchi Google 500 ta bo'ldi. 500 ta bu. Ha, kanalga yo'q qolyapsiz-da. Saloq nechta chiqdi? 922 ta chiqdi. 922 ta bir qoshiq. Osh qoshiq. Osh qoshig'idagi guruch 922 ta. 922 ta gap yo'q lekin. To'g'risi kutmagan. Mana shu bir qoshiq guruch 922 ta var. Qiziqarli ma'lumot bo'ldi deb o'ylaymiz. Bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.